Assalamu alaikum hürmetli abunəçilərimiz. Sizlərə bu gün hazır obzor etib verən maşınlarımız, ailəvi, kamyon var. Arzan narxda bo'lgan, üzərinizdə tildə aytganda, şimdi maşınlarımızı obzor etib ötəmiz. Bemalol düzəltib qoyarız. Növbətdəki maşınımız yine Labo dedik. Labo Xudo xolasa 2023 yıl. 2023 yılda işlep çıkarılgan bir yine pasport ekkelese aylık to'lovi 3 milyon so'mdan tushadi. 5 yıla 3 milyon so'mdan dedik. Bir dana pasport ekkelese bo'ldi, shundan fark etamiz. Navbatdagi mashinamiz Damas bo'ladi. 2020 yılda işlep çıkarılgan 4 yumuşak balon, metal hamma narsasi ustanovka bo'lgan mashina 100% ratnoy. Kimlar qiziqarli bo'lsa noldan ko'p ko'pmiz, oformlash sug'urtasına 10-11 milyon so'm pul kerak bo'ladi. 10-11 milyon so'm pul kelsa adlarınızı oformlab etib beramiz. Aylık to'lovi 1 milyon 800, 1 milyon 900 dan 4 yilga chiqadi. Navbatdagi mashinamiz Tracker Premier bo'ladi. 2023 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan probegam 25 ming lira. Probegam ko'p emas. Kapot, krelinde kraskasi bor. Boshqa yer radnoy. Mashinamizda metallar ustanovka bo'lgan. Metallar ustanovka bo'lgan. Diskga qo'yilgan, yumshoq balon qo'yilgan mashinada 5 milyon so'm bilan hamma xarajatni ichida bitadi. Tan narxi 185 milyon so'm qoladi. Yana bir Cobalt'ımızı açıp edemiz. Sky Sweat. Maşinimiz 10 taraf 2 yaşında kraskesi var. 22. yıl oladı yılı. 22. yıl. 10 taraf 2 yaşında kraskesi var. Maşin avtomat. Prostor diskede gelen varyantı. Bunun narxı 115 milyon so'm. Naq olar. Ahvolchilar bo'lsa, agar avtokredit etamizda bundan bir dona pasport evaziga chiqadi. Maşinimiz 19. yılda işlep çıkardılar. Nexia 3 mexanika. 6 milyon so'm banka eldinden to'lov bo'ladi. Plus oformlash sug'urtasi bor. Qisqacha qilib aytganda, общий bir 17 milyonlar bilan hamma ishlarimiz bitadi. Oylik to'lovi 2 milyon 800 dan 4 yilga beramiz. Maşinimiz 100% ratnoy gelip tekshirib ko'rib, bemalol olaverasizlar. Navbatdagi mashinamiz Cobalt avtomat. 2022 yılda işlep çıkarılgan. Birgina 10 taraf iş eldiri krelinde kraska var. Başka yeri 100% ratnoy. Maşinimizda metalları ustanovka bo'lgan. Keyin kime qiziqarli bo'lsa narxini 115 milyon so'm aytib beramiz. Naq pula 115 milyon aytib beramiz. Agar avtokredit hisobida olaman desangizlar, eldimden birgina pasport kelsa bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak edi. Navbatdagi mashinamiz Spark avtomat 2020 yılda işlep çıkarılan. Probegi 138 bin ya 139 bin. Maşinimizde kapot krelinde yüzünde kraskesi var. Pakalene metan yumuşak balon hemen esas teyar tuttu. Buna eldimden 8 milyon so'm. Plus oformlash sug'urtalari bilan 17-18 milyon bilan hamma ishlarimiz bitadi. Oylik to'lovi 3 milyon so'mdan 4 yilga chiqadi.